Kelar kech kirganda sizlarga men belanchayni itini topib qo'ydim. Sen menga belanchayni itini qayerdan olib chiqib qo'ydingiz? Bu o'zlaringdan shekilli bu. Aka buni narxi qanaqa? Bu shapkasiga qoldim. Shapkasini qaranglar endi qorong'i joy ko'rinmayapti. Shapkasi anaqa borib keladi aka o'zi. Ha, xohlasa oldiga, xohlasa orqaga borib keladigandan. Stenasi aldamayapsizmi? Haqiqatda qalinmi? Asosiy pachini turadigan joyini o'ta qalin dedingiz. Uchli, toza dedingiz, anaqadan Toshkentdan materiali deyapsiz. Bular nechi? 2 dedingizmi? 2 Akalar bu вообще нереальный qalin. Eng qizig'i, ha, bunisi turbali varianti. Vali skromniy akalarimizga bejirimdi. Nima yoqtirmaydi hozir. Chotki bo'lganlarga. Xo'p. Kattasining o'rnidan yana bola-chaqa ham bor. Ha, buni ham bola-chaqa hammi? Aka, bu narxi qanaqa? Bu narxini bitta aytib o'tib keting. Narxi aka 3 million 300 ming berish aka. Dastavkasi-chi? Dastavkasi viloyatga bepul. Farg'ona, Andijon, Namangan. Andijon bepul. Xo'p, akalar noto'g'ri tushunmaysizlar, hayajonlanyaptilar. Kichkinasi-chi? Kichkinasi Kelishtirib ayting. 2,5 million berish bo'ladi. Dastavkasi ichida. Dastavkasi. Bo'ldi, pastda nomerni qoldiramiz, sog' bo'linglar. To'liq yo noto'g'ri ma'lumot olgan o'tib uzraman.